Ustozim Rahmatjon Qurbonov. Sizlar yurtda hammalarınız bilasizlar. Aybek Tilla degan bir hajivchi shoir bor. Bizi qishloqdan. Shu Rahmatjon usta haqida o'tgandan keyin bir 2 kundan keyin o'zini kanalida chiqardi. Men o'tirib ko'zimdan yosh oqib keyin Aybekka telefon qildim. Aybek dedim, shuni men ashula aytsam, qo'limdan kelgancha mayli. Og'a dedi, yaxshi dedi. Men dim xursand bo'lardim bu dedi. Shuni bir oylar, taşlı bir oylardan ko'p aytamanda o'kam to'lishib kelaveradi-da. Endi shuni sal aytib netganman, shuni o'sha she'rini aytib beraman. Yana shunday davrada bu ustozlarni eslamasak Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, chunki bizlardan oldin sizlar bu ustozlarimiz xizmat etgan Otajon, Otajon, Yaraversin, Rahmatjon usta, Olmaxon opa qolaversin. Hammalari uchun sallagan tarih uzuldi. Davudi ovozga qarab tortilgan, eng baland sallagan tarih uzuldi. Sihirli yaralgan Qur'on ketdi. Canli icra mulkin sultan ketdi. Sihirli yaralgan Qur'on ketdi. Canlı bakşida etti rahmetga. İlmi Rahmatjon Qurbon ketdi. İlmi Rahmatjon Qurbon ketdi. Yerini severler bagriga ketdi. İnşallah cennetlik iliga ketdi. Yerini severler bagriga ketdi. İnşallah cennetlik iliga ketdi. Milyonlab muxlislar qalbiga kirgan, dildosh edi haqni diliga ketdi. Milyonlab muxlislar qalbiga kirgan, dildosh edi haqni diliga ketdi. Ilmi Rahmatjon Qurbon ketdi.
Kamil can yanıya güleşke ketti. Otacan Abdülhamid Han Kebir. Kamil can yanıya güleşke ketti. İlimli Ahmet can kurban